Ketdik. Hop. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma robbi yassir va la tu'assir va tammim bil xayr. Hop. O'tgan safar mana shu yerda to'xtadik, to'g'rimi? Harflarni qo'shilishi, keyin e, harflar qo'shilgandan keyin yo'g'on harflar ta'sirida o'zidan keyin harflarni boshqa harflarga almashib ketishi, to'g'rimi? O'sha masalalarni ko'rdik, a? Esinglarda bormi? Shekilli Ha, kiradi. takrorda darslarda nima qildinglar? Bajaryapsizlarmi? Takror Bajaryapmiz. darslar bo'lyapti ustoz. Kim kim yozib tugatmadi haliyam? Kimda qoldi? Fe'l tuslash qanday bo'lyapti? Fe'lni tuslayapsizlarmi? Fe'llar ishlayapmiz. Hop, jamoaviy darslarchi? Bo'lyaptimi? Jamoaviy darslar Jamoat. takrorlar bo'lyapti ustoz. Ustoz, Yaxshi. bizda ham takror bo'lyapti har kuni. Mashalloh. Biz mutolaaga tushgunimizcha takror qilib nima o'qiysizlar? Baynadagi o'qiysizlarmi, Miftoh o'qiysizlarmi? Ha? Miftah o'qiylik. Hop. O'zaro takror qilib Miftoh o'qib turasizlar. Hali o'quvchilar kirishsin ko'pchilik. Men o'zim uni ham tushuntirib beraman qanday bo'lishini. Tarjimaga moslashib, o'qishni rivojlantirib turasizlar, xudo xohlasa. Inshaalloh yaqin kunlarda manavda sarf tugatib olsak, ishimiz ancha yengillashadi. Keyin u yog'iga nahv bilan tarjima, mutolaa ketaveradi. Biz beradigan kitoblardan. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma robbi yassir va la tu'assir va tammim bil xayr. Allohumma nas'aluka al-huda va tuqa va la tuqa va ghina. Namozlarda o'qiyapsizlarmi? Namozlarda. Men aytgan namozlar bor-ku, yozib berdim. Esinglarda bormi? Ha, o'qiyapmisiz? Alloh qabul qilsin. Hop, demak, bismillahirrohmanirrohim. Robbi yassir va la tu'assir va tammim bil xayr. Qog'ozinglarni, qalaminglarni, kitobni olib yaxshi e'tibor beringlar. Muhim mavzular. Mustaqil o'qish uchun lil mutolaahati. Ayni barobarida. Ayni degani nima degani? Nechinchi harfi? Ikkinchi harf. Ikkinchi. O'rta harf. Ikkinchi harfi, ya'ni o'rta harfi. Ayni barobarida ta, ta, dal, zal, ro, za, sin, sod, dod, to, zo harflari bo'lgan. Nechta harf bo'ldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ta. To'g'rimi? Ana shu 11 ta harflaridan bo'lgan fe'llar iftial bobiga ko'chirilsa, iftial bobi qaysi bob? Iftaala, 5-bob. İftale yaftailu, yaftailu, to'g'rimi? Iftaala, yaftailu, iftail bobi. Iftaala, yaftailu, iftail, iftialun bobi. O'sha bobga ko'chirilganda muzoriyada bob alomati bo'lgan ta, bob alomati bo'lgan ta qaysi? Mana ifta degan joyi borku, o'sha ifta degandagi ta. Shu harflarga almashtirilishi va kirishtirilishi mumkin. Demak, ta keladigan bo'lsa, shu tani yoki zoga, yoki toga, yoki dodga, yoki sodga, yoki singa, yoki zaga, yoki raga, yoki zalga, yoki dalga, yoki saga, yoki taga almashtirib, keyin bir-biriga kirishtirish mumkin ekan. Kirishtirish mumkin degani nima degani? Idg'om qilish. Idg'om qilish. Nima? Almashtirish uchun nima qilish kerak ekan? Nima sharti nima ekan? Ayni barobarida ayni shu harflar kelishi kerak ekan. Buning uchun ta'ni fathasi oldidagi harfga ko'chiriladi, deyapti. Qaranglar, yaxshilab e'tibor beringlar. Masalan, iqtatala yaqtatilu degan fe'l bor. Iqtatala yaqtatilu. Demak, qaysi harf keldi tepada sanalgan 11 ta harfdan? Ta keldi. To'g'rimi? Ta. Endi shuni iqtatala yaqtatilu deb aytmasdan yaqottilu deb aytsangiz mumkin, joiz. Qilsangiz ham bo'ladi, qilmasangiz ham bo'ladi. Masalan, intazaa yantazi'u. Yantazi'udagi mana bu ta qanday ta? Yaftatilu. Ha? Iftaaladagi ta bob alomati bo'lgan ta. To'g'rimi? O'sha ta'dan keyin haligi yuqorida sanagan 11 ta harfimizdan qaysi harf keldi? Z. Zal, Zay. zal. To'g'rimi? Zay keldi. Endi nima qilamiz? O'sha ta'ni o'sha zaga aylantiramiz. Natijada nima bo'ladi?
yanazzi'u bo'ladi. Ikkalasini keyin bir-biriga nima qilib qo'yamiz? Idg'om qilib qo'yamiz. Kirgizib qo'yamiz. Idg'om qilish degani nima degani? Ikkita bir xil harfni bir-biriga kirishtirib, ustiga tashdid qo'yib qo'yish degani. To'g'rimi? Yanazzi'u. Masalan, yantathiru, intathara, yantathiru degan fe'l bor edi. Bob alomati bo'lgan ta keldi. Tepada aytilgan harflardan qaysi harf keldi? Ta keldi. Demak, ta'ni nima qilamiz bu yerda? Kaga almashtiramiz. Kaga almashtiramiz. Natijada nima bo'ladi? Yanassiru bo'ladi. Yanassiru qilsangiz ham bo'ladi, qilmasangiz ham bo'ladi. Ibtasama yabtasimu degan fe'l bor edi. Shunda bob alomati bo'lgan ta keldi. Yuqoridagi harflardan qaysi harf keldi? Sin keldi. Endi o'sha sinni ta'ni singa almashtiramiz. Natijada nima bo'ladi? Yabassimu bo'ladi. Yabassimu. Yabassimuning asli nima ekan o'zi? Yabtasimu. Yabtasimu. Yabassimu turgan bo'lsa ham uni vazni nima deymiz? Yafta'ilu deymiz. Ahsantum. Yafta'ilu deymiz. Tushundingiz-a? O'sha kelgan 11 ta harfni o'sha bob alomati bo'lgan ta'ni yonida turgan paytda o'sha ta'ni o'sha 11 ta harfni o'ziga almashtirib olasiz, keyin ikkala harfni bir-biriga kirgizib qo'yasiz. Mana bu yerda hamma misoli berilgan. Mana yahtadi, yahaddi, yabtadilu, yabazzilu, ya'tadiru, ya'azziru, yaftariqu, yafarriqu. Hammasi shunday bir xil. Ushbu fe'llar fosining kasrasi bilan o'qilishi ham mumkin. Ha? Masalan, yaqattilu qilib o'qidik-ku. Yaqattilu. Fasining foning kasrasi deyapti. Fo qaysi harf? Birinchi, ya'ni o'zakdan bo'lgan asli harflardan birinchi bo'lgan harf. Shuni masalan ya bu yerda muzoriyat harfi, to'g'rimi? Demak, fo qaysi harf bo'ladi? Muzoriyat harfidan keyingi harf bo'ladi. Demak, uni nima qilib o'qisa ham bo'lar ekan? Yaqattilu qilib o'qidik-ku. Uni endi yaqittilu o'qisa ham bo'lar ekan. Bularga e'tibor bermanglar. Bular juda ham kam keladi. Mana yaqittilu qilib o'qish holatlari. Qanday oldingizdan chiqib qolganda dovdirab qolmang. Demak, men buni janoh tolibda o'qiganman, janoh tolibda musannif aytgan edi deysiz. Tushundingizmi? Ikkinchisi tafa'ul va tafa'ul bobi. Tafa'ul va tafa'ul bobi. Qaysi boblar bular? Qarang, ayting. 6-7 boblar ustoz. Tafa'ul va tafa'ul boblarida fosini o'rnida. Fosi o'rnida degan nima degani? Birinchi harf o'rnida. Birinchi harf. Birinchi harfda shu 11 harfdan, tepadagi 11 ta harfdan biri bo'lsa, zoida ta'ni o'sha harfga almashtirib keyin kirishtirsa ham bo'ladi. Masdar va mozida ikkita bir xil harf biriktirilishi natijasida birinchisi sukunli bo'ladi. Ikkita harf bir-biriga kiryapti-ku. Masalan, tashdidli qilingandan keyin masalan ta, mana bu yerda ta'ni ustiga tashdid qo'yyapmiz. Shunda qanday bo'lyapti uni kayfiyat desangiz, oldinda bitta ta kelgan, undan keyin nima kelgan? Yana bitta ta kelgan. O'sha ta'ni birinchisi sukunli bo'lyapti. Sukunli bo'lib qoladi. Kalimani sukun bilan boshlash mumkin bo'lmaganligi uchun oldiga vasli hamza qo'yiladi. Masalan, e'tibor bering. Demak, tafa'ul yozib olamiz bobni mana bu yerga. Tafa'ul. To'g'rimi? Tafa'ul. Keyingisi qaysi bob? Tafa'ul. To'g'rimi? Masalan, tadassara, 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 tafa'ala bobida, to'g'rimi? Tafa'ala bobida. Endi aytyapti, o'sha boshida kelgan ta, bob alomati bo'lgan ta. Mana bu dal qaysi harflardan? Tepadagi 11 talikdan, to'g'rimi? 11 talikdan. Endi nima qilasan shunday holatda deyapti. O'sha ta'ni o'sha 11 ta harf ichidan kelgan o'sha harfga almashtirasan. Ta'ni o'sha harfni o'ziga almashtirsak nima bo'ladi endi? Dadassaro bo'ladi. Dadassaro bo'ldi, to'g'rimi? Dadassaro bo'ldi. Ular endi haligi bu qoidalar o'sha arablarga nisbatan nutqni osonlashtirish uchun ishlab chiqilganda, dadassaro bo'ldi. Ikkita bir xil harf kelib qoldimi endi? Dal bilan dal kelib qoldi. Ikkalasini bir-biriga idg'om qilish joiz, to'g'rimi? Idg'om qilishga imkon topilyapti, Endi dasaro qilamiz. Dasaro, Ikkala da bir-biriga kirishgandan keyin nima bo'lib qoladi? Dasaro bo'lib qoladi, to'g'rimi? So'zda bunaqa bilan o'sha
bir-biriga kirishtirilganda mana o'zi sukunli, mana o'zi fathali bo'lib qolyapti. Kalimani sukun bilan boshlab bo'ladimi? Yo'q. Yo'q. Endi nima qilamiz oldiga? Zoida vasli hamza keltiramiz. Mana bu ayn barobar fatha bo'ladigan bo'lsa, bu oldidagi kasraga, oldidagi alifga kasra beramizda iddasaro qilamiz. Iddasaro. Tushundingizmi? Demak, iddasaro qayerdan kelib chiqqan ekan? Tadassarodan kelib chiqqan ekan. Tushundingizmi? Ha. Iddasaroni vazni nima ekan? Tafa'ala. Tafa'ala ekan. Ahsant. Xo'p, yatadassaru. 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 Endi shu fe'lni muzori holati. To'g'rimi? Mana bu tadassara mozi holati edi. Xo'p, yatadassaru bob alomati bo'lgan ta keldi. Tepadagi 11 talik harflardan dal keldi. Endi nima qilamiz uni? Yadadassaru qilamiz. To'g'rimi? Ha? Yadadassaru qilamiz. Endi ikkita dal bir joyda keldi, ikkalasini bir-biriga nima qilishimiz kerak? Idg'om qilishimiz kerak. Natijada nima bo'ladi? Yaddassaru. Ha, yaddassaru bo'ladi. Demak, yaddassaruni vazni nima ekan? يتفاعل Ahsant. Ustoz, bunaqa fe'llar ko'p emasmi? Ko'pmas bular ham. Qayerlardadir oldingizdan chiqib qoladi. Ustoz Qaranglar. kitobda kelib qolganda qanaqa bajaratimiz bo'ladi? Jana sarfni o'qiyapsiz uni? Qanaqa qilib ajratish bilmasangiz, sarfga qarab ajratasiz, sarfni ishlatasiz, kallani ishlatasiz. Ha. Lug'atga qaraysiz. Ha, demak buni o'zagi nima bo'lgan? Ha, bunday bo'lgan. Lug'at kitoblari ham o'zi beradi. Bu narsalarni anglatadi, sizga aytadi. Bu bunaqa bo'lgan, bu bunaqa bo'lgan deydi. Aytadi bu narsalarni, kayfiyatini, holati qanday bo'lganini tushuntiradi lug'at kitoblar. Sarf kitoblarini o'sha kelganda bu qanday kelgan, mana bu qoidalarni o'sha fe'llar oldimizdan kelganda, oldimizdan chiqqanda qanday kelganligini bilmay qolmaslik uchun o'qiyapmiz biz. Tushundingizmi? Sarf amaliy fan. Keyinchalik, masalan, bitta sarf kitob o'qiysiz, ikkita sarf kitob o'qiysiz, mutolaa qilasiz inshaalloh hali. Mutolaani to'liq qilasiz, mutolaa qilganingizdan keyin ko'zingiz pishadi. Fe'llar bilan ishlashni o'rganasiz. Shunchaki nahvni, shunchaki sarfni ko'tarib yurishni umuman keragi yo'q. Siz uni qayerda qanday ishlatishni bilmasangiz, masalan, i'robni o'rganyapsiz-ku naryoqda. Ha, janoh topdan keyin, to'g'rimi? Tarkibni o'rganyapsiz, baqirotni i'rob qilyapmiz. O'sha i'rob qilish jarayonida siz qoidalarni bilmasangiz, to'tiga o'xshab yodlab ketaverasiz-ku. Ha? Buni o'lik i'rob deydi. Siz o'sha jarayonda tirik i'rob qiling. Tirik i'rob qiling. Qanday? Anglang. Mavzu tushuntirib beryapmiz. O'sha tushuntirilayotgan mavzuni mohiyatini anglang, tushuntiring, tushuning. Takror qiling, yozing, chizing. Nima bo'layotganligini, nima qilinayotganligini, nimaga ko'ra mana shunday bo'layotganligini o'rganing. Arab tilini bilmaslikning natijasida Qur'onni tushunmaslik tolibi ilmni kufrga olib ketadigan narsalardan bittasi hisoblanadi. Shayx Sofon Davudiy bilan o'sha Shamoil Muhammadiyni o'qiyotganimizda o'sha gapni aytdilar. Arab tilini bilmaslik kufrga olib ketadigan nimalardan bittasi, yo'llardan bittasi. Talib ilmman degan odam arab tilini yaxshi bilmasa va yaxshi bilmasdan turib Qur'onga aralashsa, kufrga ketib qolishdan qo'rqilinadi. Tushundingizmi? Xo'p. Darsga qaytamiz. Sekin pishasizlar, lekin bittada bo'lmaydi bu. Kim sizlarga haligi 2 oyda, 3 oyda nahv o'rgatib qo'yamiz, 2 oyda 3 oyda sarf o'rgatib qo'yamiz, u yerda bu yerda deyotgan bo'lsa, u odam bilinglar vasvas, o'zi bilmaydi hali nima deyotganini, o'zi tushunmayapti. Ilm sekinlik bilan bo'ladi, ilm sobitlik bilan bo'ladi. Tushundingizmi? Demak, labba bering. O'tgan darsda zoidata qo'shilganda g'oyib xullas 8 ta siyg'adagi tl tushib qoladi deyildi-ku. Ta'allamada shu ishlamayapti. Bu degani doimo bunaqa bo'lmaydi deganimi? Qaysi qoidada aytdik biz uni? Qayerda aytdik? Teparoqda o'tgan darsda. Qayerda? Yana o'zim. Mashi. Qaysi? Tafa'ul bobida Tafaul va tafalul boblari berilgan-ku. O'shanda. mana ustoz, pastda hozir. Ha, Uchta mana. belgi. Ha.
Ta'allamada emas, u tata'allamada gap ketyapti. Ha, tata'allamada tushib qolmayapti-da. Qayerda tushib qolmayapti? T tushib qolmayapti. Nima bo'lib qolish kerak? Allama bo'lib qolish kerakmi? T. Ta'allama bilan tata'allamani farqi bor. Zoida ta bilan boshlanuvchi shu 3 ta bobda tafa'ul va tafa'lul boblari. To'g'rimi? Fe'llar muzoriyda ta qo'shiladigan 8 ta siyg'ada g'oyibning muannasida. Ta'allamani o'sha 8 ta siyg'aga olganingizdan keyin mufradi tasniyasi 6 ta muxotobda bob alomati bo'lgan ta tushirib qoldirilishi mumkin. Sizlar bir narsani tushuninglar. Nimada hukmlarda, sarfda yoki nahvda hukmlarda gaplashayotganimizda shart degan narsa keladi. O'zbekchasida hali sizlar o'zbek tilida o'qiyapsizlar, shart degan narsa keladi. Shart deydi, shunday qilishing shart. Nima degani shart degani desa, bu majburiy degani. Tushundingizmi? Majburiy, shuni qilasan, qilmasang bo'lmaydi, xato bo'ladi. Keyin mana bu yerdagi o'xshab, mana bu qarang. Mumkin degan narsa keldi. Ko'rdingizmi mana bu yerda? Mumkin. Bu mumkin degani nima degani? Mumkin Ba'zan bo'ladi. Ba'zan bo'ladi, ba'zan bo'lmaydi. mumkin qilsang ham bo'ladi, qilmasang ham bo'ladi. Ya'ni ixtiyoringda, ixtiyoringda. Bu qilsam ham bo'lsa, qilmasam ham bo'lsa, nima kerak menga uni o'rgatib, boshimni qotirib, qilmay shunday asl bo'yicha ketaverganim yaxshi-ku desa, yo'q, hamma sizdaqa demaydi-da. Oldingizda mana shunaqa holat chiqqanda, ana shu holat chiqqanda, qayerdan kelyapti bu? Nimadan kelyapti bu deb tushunmay qolmasligingiz uchun. Tushundingizmi? Demak, hozir o'qiyapsiz-ku, ana shunday qilish shart ekan deyotgan bo'lsa, demak, bu shart qoidasi ekan. Shart qoidasi ekan. Buni qilish kerak ekan, qilmasa bo'lmas ekan deysiz. Lekin mumkin deyaptimi? Shoshmang. Mumkin deyapti, buni yaxshi tushunib oling, anglab oling. Oldingizdan shunga o'xshagan holat chiqib qolganda, qayerdan kelib qolganligini bilmasdan dovdirab qolmasligingiz uchun bu narsani sizga kitob o'rgatyapti. Tushundingizmi? Endi qarang, mastari ham hamzali bo'lgan boblar mastari kabi o'zgaradi. Masalan, tadassurundan iddisarun kelib chiqdi. Qanday bo'ldi bu? Tepada hamza masalasini gaplashdik biz, to'g'rimi? Tafa'ul va tafa'ul boblarida 11 ta harfdan biri bo'ladigan bo'lsa, zoida tani o'sha harfga almashtirdik, keyin kirishtirdik. Keyin sukunli bo'lib qoldi. Sukunli bo'lib qolgandan keyin kalimani sukun bilan boshlashning iloji bormidi? Yo'q edi. Endi nima qildik oldiga? Vasli hamza berdik. Vasli hamza. Qat'iy hamza bilan vasli hamzani farqini o'tganmiz, o'rgangansizlar. Qarang, endi bu yerda aytayapti, mastari ham hamzali boblar mastari kabi o'zgaradi. Nima degani bu? Sizlarda nima deb yozilgan ana shu yerda? Mastari hamzali boblar Mastari kabi o'zgaradi. Mastari ham hamzali boblar mastari kabi o'zgaradi. Ikkita mastar ishlatilinganmi? Endi qarang. Tasaqulun. Xo'p. Qaysi bob? Tafa'ul bobi. E'tibor berib turinglar. Xo'p. Tafa'ul bobi. Xo'p. Bu tasaqulun bobi qaysi fe'ldan kelib chiqqan? Itsaqoladan kelib chiqqan, to'g'rimi? Issaqola, yassaqolu va issaqulun. Nima bo'ldi? Nima tushundingiz bu yerdan hozir? Tushundinglarmi? Avvalgi almashtirildi. Demak, o'zi fe'l tasaqola edi. Keyin tasaqola bo'lgandan keyin biz ta'si bilan sa'sini nima qildik? Idg'om qildik. Bir-biriga idg'om qildik. Saqola bo'lib qoldi. Keyin nima qildik oldiga? Vasli hamza keltirdik. Sukunli bo'lgan uchun tasaqulun bobi hali qoida bo'yicha issaqulunga aylandi. Tushundingizmi? Tushunarli bo'ldimi mana? Tazayyana edi. Tazayyana
Ta'si bilan zayni nima qildik ikkalasini? Zayyana qildik. To'g'rimi? Tazayyunun edi, zayyunun qildik. Keyin nima qildik? Fe'li tazayyana edi. Keyin uni nima qildik? Ta'si bilan zani bir-biriga idg'om qildik, almashtirdik. Zayyana bo'lib qoldi. Sukun bilan boshlashning iloji yo'q edi. Keyin vaslali hamza keltirdik. Natijada nima bo'ldi? Izzayyana bo'ldi. Keyin muzorisi nima bo'ldi? Yazzayyanu bo'ldi. Yazzayyanu. Endi o'sha yazzayyanu degan fe'ldan izziyanun degan nima kelib chiqdi? Mastar. Mastar kelib chiqdi. Mastar ham o'zgardi. Fe'li qanday o'zgargan bo'lsa, ha? Mastari hamzali boblarning fe'llari, mastari hamzali boblar mastari kabi o'zgardi. Tadarukun. Tafa'ulun bobi, to'g'rimi? Tafa'ul emas, endi tafa'ulun bobi. Hop, tadarukun ta'si bilan dani nima qildik? Darukun bo'lib qoldi. Darukun. Keyin oldiga nima qildik? Hamza keltirdik. Iddaraka bo'ldi. Muzorisi yaddaraku bo'ldi. O'sha iddaraka yaddaraku degan fe'llardan nima bo'ldi endi? iddarukun degan mastar kelib chiqdi. Iddarukun degan mastar kelib chiqdi. Tushundingizmi? Mana bu tafa'ala bobida. Tafa'ulni ko'rdik, endi tafa'al. Tasamma'a nima qildik endi? Ta bilan sinni samma'a qildik. Samma'a bo'lib qoldi. Sukun bilan boshlashning iloji yo'q. Hamza keltirdik. Issamma'a bo'ldi. Muzorisi yassamma'u. Keyin issimma'un bo'ldi. Issimma'unni vazni nima bo'lgan ekan aslida? Tasamma. Yo'q, issimma'unni tasammu'un, ya'ni Tafa'ulun. tafa'ul bo'lgan ekan. Tushundingizmi? Ustoz, Tushunardingmi? Labbay. harakati nimaga ko'ra o'zgardi? Ya'ni isamma edi. Ovozingiz kelmayapti, qarang. Shoshmay turing. Ovozingiz kelmayapti. Qaytadan tushuntirib ayting. Izziyanun qoldi. Voy. Ovozingiz kelmayapti. Qaytadan tushuntiring. Harakati o'zgarib qoldi-ku. Nimani Kasraga. harakati? Nimani harakati deysiz? Yuqoridagi nimani aytmoqchiman? Tazayyanuni ko'rdik-ku, o'shani aytmoqchilar menimcha. Nimasini aytmoqchi o'shani? Mana Tushuntirib ayting. oxirida iziyyanunga alishib qoldik-ku, o'shani tushunmayman dedilar shekilli. Qaytadan savolni ayting, o'zingiz ayting, tushuntiring. Ovozim bormoqda. Ha, endi kelyapti. Sinni harakati o'zgarib qoldi. Ovozingiz kelmayapti. Ovozingiz kelmayapti. Kelmayapti ovozingiz. Internetingiz yo'q. Edi. Issimma. Sinni harakat fathadan o'zgardi. Nimaga ko'ra? Mana yerda aytyapsizmi? Ha? Kamera ko'rmay qoldi. Mastardagi sinni harakati nima uchun kasraga o'zgarib qoldi demoqchi ekanman. Tasammu'unni ko'rdik-ku. Oxiridagi Mana bu o'shani fe'l. Bu tasammu'un degan Ekran o'chib qoldi. Ko'rinyapti. Ha. Endi-chi, ochildimi ekran? Ha. Tasammu'un edi. Tasammu'un. Ta'si bilan sin ketdi. Samma'a bo'lib qoldi. To'g'rimi? Issamma'a keldi. Endi issamma'a, yassamma'u, issimma'un bo'ldi. To'g'rimi? Shuni aytyapsizmi? Ha. Issimma'undagi sinni, mana bu birinchi sinni harakati nima uchun kasra bo'lyapti deyapsiz, to'g'rimi? Aha. Nima bo'lish kerak? O'z fatha edi-ku. Issamma'un bo'lish kerak edi, to'g'rimi? Ha. Xo'p. Nimaga o'zgardi bu? Aytinglar. Bosh O'tgan qo'yganimizda kasrali qilib o'qish mumkin deb yozdi-yu tepada. Nima dedi? Fo kasrasi barobaridagina bilan o'qilishi mumkin deydi. kasrasi bilan o'qilish mumkin deb Xudoga yahissini shukr. yahiddi deb berdi. Xudoga shukr. Tushunadiganlar ham bor ekan-a? Dars kuzatayotganlar. Nima dedi? Kasra bilan o'qish mumkin. Foning kasrasi bilan o'qishi mumkin.
Tushundingizmi? Ko'rdingizmi? Mhm. Mana. Ikkita harf bir-biriga idg'om qilindi. Idg'om qilingandan keyin o'sha fosi barobaridagi harfni kasra bilan o'qish ham joiz bo'ldi. Mana bu yerdagi ikkita harf ham shunday. O'zgarishlar, bu yerdagi o'zgarishlar o'sha asliy o'zgarishlar. Bobni asliga taalluqli bo'lgan o'zgarishlar. Qur'oni Karimda mana shu hozir ko'rgan fe'llarimizni misollari keladi. Masalan, Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi: "Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddassir." Ha? Muddassir. O'sha muzammil, muddassir mana shu nimadan qayerdan kelib chiqqan ekan? Muddassir iddasarodan kelib chiqqan, to'g'rimi? Ha? Muzammil nimadan kelib chiqqan? İzzamale. Zamala. İzzammala, to'g'rimi? İzzammaladan kelib chiqqan. Tushundingizmi? Yattahharna. Bu ham xuddi shunday. Iddaraktum, ha? Tadarakadan kelib chiqqan. La yasma'una, tasamma'adan kelib chiqqan. Tushundingizmi? Istaqaltum. Ana shu muborak so'zlari ham xuddi mana shu qabildan, ya'ni mana shu bobni nimasidan kelib chiqqan. Bob masalasida, mana bu yerda o'qilingan mavzu masalasida, tushuntirilgan joy masalasida kimni savoli bor? Kim nimani tushunmay qoldi? Hozir masdarni o'zgartirdik-ku ustoz. Boshini vasli hamzali qildik. O'shanga agar masdariga qarab qo'yadigan bo'lsak, biz buni hamzali qanaqadir bob deb o'ylab qolishimiz mumkin ekanda. Shuning uchun diqqatli bo'lish kerak. E'tiborli bo'lish kerak. Ham o'sha boblarni o'tayotganimizda haligi qat'iy hamzali bob, vasli hamzali boblar dedik-ku, ana shu ikkalasini o'rtasida cho'g'rashib qolmaslik kerak. Bunga e'tiborli, diqqatli bo'lish kerak. Xo'p. Qarang, har bitta betni erinmasdan 5 martadan takror qiladigan bo'lsangiz, har bitta mavzuni umumiy 5 martadan takror qiladigan bo'lsangiz, Janoh Tolib kitobi sizga osonlashadi. Janoh Tolib kitobi osonlashgandan keyin, Janoh Tolib kitobining qoidalari zehniyatingizga singandan keyin sizga undan keyingi kitoblarning hammasi deyarli bir xil saviyada bo'lib qoladi. Nahvingiz, mutolaaangiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, tarjimangiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ana shu Janoh Tolibni tushunishingizga qarab turib, keyingi kitoblarni tushunish darajangiz oson bo'ladi. Meni bir tanishim bor edi, ismlari Abduvahid, dars beradi hozir. Farg'onada qayerdadir dars beradi, qaysidir tumanda. O'sha bola, o'sha yigit Janoh Tolib kitobini yodlagan edi. Himmatiga qoyil deysiz. Himmatiga qoyil deysiz. Janoh Tolib kitobini yodlagan edi. Shunday so'rasangiz, xohlagan joyingizdan shu yoddan aytib beradi. Himmatingiz yetsa, quvvatingiz yetsa, o'sha zo'r malakali o'qituvchi bo'laman inshaalloh, zo'r malakali xodim bo'laman deydigan bo'lsa, Janoh Tolib kitobini yodlang. Haligi sizga biz kichkina sarf kitobidan dars o'tamiz, o'zimiz yozgan sarf kitobidan dars beramiz deydigan bo'lsa, o'quvchi ko'p narsadan bexabar qoladi. Chunki bu kitoblar, masalan, mukammal sarf kitobi, Janoh Tolib kitobi yillar davomida, yillar davomida, bir necha o'nlab yillar davomida madrasalarda sinovdan o'tgan, tadris jarayonida katta mehnat qilgan, ustozlarni o'sha tadris jarayonidagi barakalaridan bahramand bo'lgan, duo olgan kitoblar bular. Tushundingizmi? Duo olgan, xalqqa manfaati tekkan, buni o'qib turib qancha haligi ulamolar yetishib chiqqan. Deylik, Shayx Muhammad Solih Muhammad Yusuf hazratlarining shogirdlari bor, o'zlaridan keyin chiqqan, to'g'rimi? 90-yildan keyin bu yoqda o'qigan shogirdlar. Shular o'qigan, mana bugun bizga ahli ilm bo'lib ustoz bo'lib yurgan domlalar bor-ku. O'zbekistondagi katta domlalar, mashhur domlalar. Vatva hayotida bo'lsin, boshqasida bo'lsin, unda bo'lsin, bunda bo'lsin, idorada bo'lsin, mahatda bo'lsin, madrasada bo'lsin, shular shu kitoblarni o'qigan va o'qitgan. Bular tadrisiy kitoblar. Bular siqqanda bunday suvi chiqadigan, siyoqi chiqadigan, manfaat beradigan foydali kitoblar. Kitob o'qish jarayonida talabani ustoz bilan ustozning huzurida kitob o'qiyotgan jarayon talabani bo'ynidagi vazifasi imkoniyat qadar mo'tabar kitoblarni, imkoniyat qadar ustozlarning qo'lida pishgan kitoblarni o'qish kerak. Qandaydir yangi risolalar, men bu kitobdan tuzib chiqdim, men bu kitobdan tuzib chiqdim degan narsalarga hozircha hojat yo'q.
Siz nima qiling? Ustozlar, ulamolar sizga qoldirib ketgan kitoblarni o'qingda, ustozlar erishgan narsaga erishing. Agar ular qoldirgan kitoblarni o'qimasangiz, ular erishgan narsaga erisha olmaysiz. Ular yurgan yo'ldan yura olmagandan keyin qanday qilib ular borgan joyga bora olasiz? Ular borgan joyga borish uchun ular yurgan yo'ldan yurish kerak. Tushundingizmi? Endi qaraydi. Juda muhim dars. Boblarni ma'nolari. Biz nima uchun bitta fe'lni, masalan, sulosiy mujarradda kelgan fe'lni nimaga aynan sulosiy mujarrad mazidning mana shu bobiga olamiz desa, bir qasd qilgan ma'nomiz bo'ladi, o'sha ma'noni ifodalab berish uchun shu bobga olamiz. Boshqa ma'no bo'ladigan bo'lsa, narigi bobga, yana boshqa ma'no bo'ladigan bo'lsa, yana boshqa bobga olamiz. Fe'llar bir nechta maqsadda if'ol bobiga ko'chiriladi. If'ol bobi qaysi bob? Birinchi bob. Demak, qarang. Sulosiy mujarrad fe'lni nima uchun biz if'ol bobiga ko'chiramizda, uni mazid qilamiz. Nimaga aynan? Maqsadimiz nima desa, qarang. Birinchisi, o'timsiz lozim fe'llarni. O'timsiz lozim fe'llar degan nima degani? Maf'ulun bihi olmaydigan o'timsiz. Maf'ulun bihi Sulosiy olmaydi. fe'llar. Maf'ulun bihi olmaydi. Ish harakatining ta'sir doirasi faqatgina foilning o'ziga cheklanadi. Foilning ustida foil bajaradi. Foildan boshqa birovga ta'sir qila olmaydi. To'g'rimi? Ana shu o'timsiz lozim fe'llarni o'timli fe'lga aylantirish uchun. O'timli fe'lga aylantirish degani nima degani? Endi maf'ulun Maf'ulli qilasiz endi uni. Masalan, zahaba deydigan bo'lsak, zahaba kim? Zaydun. Demak, o'sha zahaba ketish harakati kimda tugayapti? Boshqa birovga ta'sir qila olmayapti? Zayd. Zaydda tugayapti, to'g'rimi? Zaydda tugadi, bo'ldi. Zayd ketdi. Endi shuni zahabadan haligi if'ol bobini fe'llarini aytinglar. Af'ala, af'ala yuf'ilu, af'ala yuf'ilu va af'il. To'g'rimi? Af'il. Demak, az-zahaba yuzhibu, azhib bo'ladigan bo'lsa, nima bo'lar ekan? Azhaba bo'ladigan bo'lsa, ketkazdi. Ketdi bilan ketkazdining o'rtasida farq bormi? Ketdida harakat foilning o'zidagina tugaydi. Lekin ketkazdidachi maf'ulun bihi. Ma'lum bir kishi ikkinchisini ketkazadi. Ikkinchi narsaga, ikkinchi qismga ta'sir qiladi, boshqa bir kishiga ta'sir qiladi. Masalan, azhaba Zaydun amron. Zayd amirni ketkazdi. Demak, nima bo'ldi shu yerda? Amir azhaba fe'liga maf'ul bo'ldi, ya'ni o'timli fe'lga aylandi bu. Tushundingizmi? Demak, o'sha maqsad uchun. Birinchi maqsadimiz nima ekan? Lozim fe'lni mutaaddiga aylantirish uchun o'sha bobga o'tkazar ekanmiz. To'g'rimi? Yaxshi. Endi o'sha mutaaddili fe'llarning ham turlari bor edi. Nechta maf'ul oladi? Bitta maf'ul oladigan, ikkita maf'ul oladigan, uchta maf'ul oladigan fe'llar bor edi, to'g'rimi? Endi qarang, shu yerda aytayapti. Bitta qilinmishga. Qilinmishdan murod maf'ul. O'sha qilinmishni o'zbekchalab aytayapti. Chunki o'zbek tilida yozilgan kitob bo'lgan-ku bu. Qilinmishdan murod nima? Maf'ul. 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 Bitta maf'ulga o'tuvchi fe'l if'ol bobiga ko'chiriladigan bo'lsa, ya'ni sulosiy mujarraddagi bitta maf'ul bihi oladigan fe'l if'ol bobiga ko'chiriladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Endi u ikkita maf'ulni o'ziga oladigan bo'lib qoladi. Masalan, labisa faridun qamisan. Labisa mutaaddi fe'l. Mutaaddi fe'l o'ziga maf'ulun bihi oladi. Uni maf'ulun bihisi qani? Qamisan. Mana nasb holatda turibdi. Maf'ulun bihi mansub bo'ladi. Maf'ulun bihisi nechta? O'sha yerda labisa fe'lining ta'siri bitta bo'lakka ta'sir qilyapti, to'g'rimi? Yetyapti. Qamisan. To'g'rimi? Birinchi bitta maf'ulli fe'l edi. Labisa qaysi vaznda turibdi? Fa'ila, sulosiy mujarradda, to'g'rimi? Endi shuni af'ala bobiga o'tkazadigan bo'lsak, if'ol bobiga o'tkazadigan bo'ladigan bo'lsak, albasa Zaydun masalan yoki Zaydunni qo'ymay aytamiz, mayli, foilni qo'ymay aytamiz. Foilni tagidagi zamir mustatir qilamiz. Albasa Faridun qamisan. Faridga kiygizdi, ko'ylakni kiygizdi. Maf'ul bihi nechta bo'lib qoldi endi? Ikkita bo'lib qoldi. Albasani foili bor, to'g'rimi? Faridga kiygizdi, ko'ylakni kiygizdi. Demak, nima qilamiz ekan? Ikkinchi maqsadimiz bir maf'ulli fe'lni ikkita maf'ulliga aylantirish uchun uni if'ol bobiga o'tkazamiz. Keyingisi. Sulosiy mujarradida o'ziga ikkita maf'ul oladigan fe'l bo'ladigan bo'lsa, if'ol bobiga o'tkazgandan keyin nima bo'lib qoladi?
3 maf'ul oladigan bo'lib qoladi. Alima qaysi bobda turibdi? Fa'ila. Fa'ilada. Alima sa'dan. Aliman. Sa'dni bildi. Olim deb bildi. Ikkita maf'ulli edi mujarrad holatida. To'g'rimi? Endi uni nima qilamiz? Mazidga Af'alaga o'tkazamiz. Af'alaga olamiz, mazidga olamiz. Endi nima bo'ladi? Alama. Alama Faridan Sa'dan aliman. Faridga bildirdi. Sa'dni bildirdi. Olim ekanligini bildirdi. Ko'rdingizmi? Nima uchun boblar bizga kerak ekan? Boblarni vaznlari bizga nima uchun kerak ekan? Biz o'zak so'zdan qaysi ma'noni olayotganimizni va qaysi ma'noni iroda qilayotganimizni bilishimiz uchun. Ha? O'sha bobni biz to'g'ri biladigan bo'lsak, o'sha o'zak bo'lgan fe'llardan, o'zak bo'lgan kalimalardan to'g'ri ma'nolarni chiqarib kela olar ekanmiz. Arab tilida tilimizni ravon bo'lishi, tilimizni tekis bo'lishi, murojaat qilayotgan gapimizni to'g'ri bo'lishi, o'sha vazndan so'zlarni vaznga o'tkazish jarayonimizni to'g'ri bo'lishiga bog'liq ekan. Masalan, haligi albasa keldi, to'g'rimi? Albasa. Faridga ko'ylakni kiygizdi deganda labisani ishlatib qo'yadigan bo'lsangiz, to'g'ri bo'ladimi u? Yo'q. Yo'q, to'g'ri bo'lmaydi. Masalan, Faridga Sa'adni olim deb tushuntirdi, olim deb bildirdi degan joyda alimani ishlatib qo'yadigan bo'lsangiz, to'g'ri bo'ladimi? Yo'q. To'g'ri bo'lmaydi. Endi qarang. Ishlatib qo'ydingiz. Bu birinchi tushuntirganimiz, ishlatib qo'ysangiz to'g'ri bo'lmas ekan dedik, to'g'rimi? Endi Qur'oni Karimda Alloh taolo ishlatgan. Ha? Masalan, Qur'oni Karimda deylik, o'sha alamaga o'xshab kelgan 3 ta maf'ul oladigan fe'lni biz o'zbek tiliga tarjima qilayotganda yoki dars o'tayotganda yoki boshqa qilayotganda, ha? Yoki umuman tushunayotganimizda 2 ta maf'ullik qilib tushunib oladigan bo'lsak, to'g'ri bo'larmikin? Yo'q. Yo'q, ko'rdingizmi? Fiqhda masalan, fiqhda masalan shunday masala keldi. Uchalasiga ham shu jinoyat beriladi degan joydagi uchalasiga ham uchalasi mana shu jinoyatni qilgan bo'lsa, uchalasiga ham mana shu jazo beriladi degan joyda. Uchalasiga mana shu jazo beriladi degan joyda siz uchalasiga ma'nosini emas, ikkalasiga ma'nosini berib qo'yadigan bo'lsangiz, to'g'ri bo'larmikin? Yo'q. Yo'q, ko'rdingizmi? Bir ma'lumotni bilmaslikning natijasida qancha ishkal kelib chiqyapti. Masalan, xotiniga taloq aytdi degan joyda, masalan fiqhda 3 taloq aytdi degan joyda siz 3 taloqni bir taloq qilib tarjima qiladigan bo'lsangiz, to'g'ri, bu bobga aloqasi yo'q uni hozir. Ko'rdingizmi? Ozgina e'tiborsizlik natijasida qanday katta buzilishlar kelib chiqadi. Shuning uchun o'qiyotgan kitobingizda talabani odobi, talab ilmning odobi, o'qiyotgan kitobida oldidan chiqqan hech bir narsani, bu narsa kerak emas, bu narsa men o'qimasam ham bo'ladi, men bu narsani tushunmasam ham bo'ladi demasin. Talabani bunday deyishga haqqi yo'q. Oldiga qo'yilgan narsani to'liq tushunish kerak. Ikkinchisi, nima uchun biz sulosiy mujarraddan sulosiy mazidga olamiz? Mana shu birinchi bobga olamiz desa, fe'ldan tushunilgan vaqtga, paytga kiruvchining kirganini, ya'ni o'sha vaqtda bo'lganini ifodalash uchun. Masalan, asbaha al-maridu, ha? Subhundan kelib chiqdi. Subhundan nima bo'ldi? Asbahaga olindi, af'alaga olindi. Demak, kasal asbahal maridu. Marid nima bo'lib kelyapti? Asbaha fe'liga nisbatan fa'il bo'lib raf holatda kelyapti, to'g'rimi? Bu nima degan desa, kasal edi, o'ladigan holatda edi, o'lmadi, lekin tong pallasiga yetdi. Ha? Tong vaqtiga yetdi, tong vaqtiga kirdi degan ma'noda. Amsa al-musafiru. Musofir kechki vaqtga kirdi, ya'ni kechiktirdi. Kechki vaqtga yetdi. Kechki vaqtgacha tirik bo'ldi, kechki vaqtgacha yetdi misol uchun. Tushundingizmi? Fe'ldan tushunilgan vaqt. Fe'ldan tushunilgan vaqt, masalan, amsa qaysi kalimadan kelib chiqqan? Masa. Masa. Masa qaysi ma'noga dalolat qiladi? Masa
Kech vaqtiga, to'g'rimi? Ha. Asbaha qaysi fe'ldan, qaysi kalimadan kelib chiqqan? صباح Sobaha. Subhundan kelib chiqqan, to'g'rimi? Sabah. Sabahdan yoki subhdan kelib chiqqan. Demak, subh vaqti qaysi vaqt? Tong vaqti, to'g'rimi? Demak, fe'ldan tushunilgan vaqtga deyotganini tushundingizmi? Fe'ldan tushunilgan vaqtga deyotganini tushundingizmi? Bo'ldi. Uchinchisi, nima uchun aynan sulosiy mujarraddan biz mana shu bobga olamiz desa, biror joyni ko'zlash, biror shaharga borishni qasd qilish, niyat qilish ma'nosini ifodalaydi. Masalan, a'raqa. Nima degani desa, bizda ayroqun degan kalima bor, Iroq. To'g'rimi? A'raqa bo'ladigan bo'lsa, Iroqqa ketishni qasd qildi. Iroqqa borishni qasd qildi, o'sha tarafga yo'naldi degani. Masalan, Misrun kalimasi bor, to'g'rimi? Misr. Shuni af'alaga oladigan bo'lsangiz, amsora bo'ladigan bo'lsa, Misr tarafga ketishni xohladi, Misr tarafga ketdi, jo'nadi yoki shuni qasd qildi degan ma'no chiqadi. Tushundingizmi? Tushunarlimi shu yergacha? Tushunarli. Ha? Demak, qarang, to'rtinchisi nima uchun olamiz desa, to'rtinchi ma'nosi. Ana shulardan bittasini ko'zlab olamiz ekanda, asli fe'ldan tushunilgan sifatga qiluvchining ega bo'lganligini anglatadi. Demak, har bitta fe'lning anglatayotgan ma'nosida sifat bor. Tushuniladigan sifat bor. Bu nima degani? Masalan, kataba Zaydun desak, bu fe'lda qanday sifat bor? Zayd qanday xususiyatga ega? Yozuvchi. Yozuvchilik, yozishlik xususiyatiga ega, to'g'rimi? Masalan, daraba Zaydun desak, Zayd bu yerda qanday xususiyatga ega? Uruvchilik xususiyatiga ega. To'g'rimi? Akala Zaydun. Yeyuvchilik, yeyishlik sifatiga ega, to'g'rimi? Endi shu yerda ham qarang. Asli fe'ldan tushunilgan sifatga fa'ilning ega ekanligini bildiradi. Masalan, atfala degan fe'l bor. Farzandli bo'lish. Atfalat Fatimatu desak, Fatima farzandsiz edi. Endi qanday sifatga ega bo'ldi? Farzandlilik. Ha? Farzandlilik sifatiga ega bo'ldi. Tushundingizmi? Fatima bolali bo'ldi. Fatimada endi qanday sifat bor? Bolalilik sifati bor. Alhama Zaydun. Semiz bo'ldi degan. Alhama. Qaysi fe'ldan, qaysi so'zdan kelib chiqqan? Lahm. Go'shtli bo'ldi degan, to'g'rimi? Alhama Zaydun, Zayd go'shtdor bo'ldi. Zayd semiz emas edi. Alhama Zaydun deganimizdan keyin Zaydga nima qildik? O'sha fe'lning ma'nosida, o'sha fe'lning sifatini berdik. Zayd go'shtli bo'ldi, Zayd semiz bo'ldi degan ma'no chiqdi. Tushundingizmi? Kim mashinasi? Demak, keyingisi qilinmishni nima dedik? Maf'ul dedik, to'g'rimi? Noto'g'ri yozildi. Maf'ul. Eslarini chiqmasin. Qilinmish deb keladigan bo'lsa, faqat maf'ul iroda qilingan bo'ladi. Qilinmish bir sifat va holat, qilinmishni fa'il bir sifat va holatda topganini bildiradi. Masalan, abxaltu qaysi fe'ldan kelib chiqdi? Baxiladan kelib chiqdi. Nima degani bu? Baxil. Abxaltu deydigan bo'lsa, men uni baxil holatda topdim. Baxil degan sifatda topdim degani bo'ladi. Abxaltu Mahmudan, men Mahmudni baxil deb topdim. Baxillik sifatida topdim. Baxil ekanligini bildim degani. Ahmadtu Kariman. Ha, Hamidadan kelib chiqdi, to'g'rimi? Bu nima degani? Men Karimni maqtovga munosib deb topdim. Ya'ni maqtovga haqli deb topdim. Maqtovga haqli holda, maqtovga haqli sifatda topdim degani. Ya'ni maqtashga arzigulik odam ekanligini topdim degani. Tushundingizmi? Xo'p, keyingisi bir narsani vaqti yetganligini bildiradi. Ahsoda fe'li. Af'ala bobiga ko'chdi. Natija nima bo'ldi? Ahsoda bo'ldi. Ahsoda nima degan desa, ekinni nimadan? Hasiddan kelib chiqqan. Hasidamidi bu fe'lning nimasi? Asli o'zagi nima edi? Hasida. Nima degani bo'ladi endi bu? Hasida hosilni o'rish bo'ladigan bo'lsa, hasida. Shunaqa edi, adashmayotgan bo'lsam hasida edi. Hasidani ma'nosi nima? Ekinni yig'ish, o'rish, to'g'rimi? Ekinni yig'ishtirib, yo'q, hasoda, kechirasiz. Hasida emas, hasoda. Hasoda fa'ala bobidan.
ekinni yig'ish, o'rib terish bo'ladigan bo'lsa, shuni hasodani endi soda qiladigan bo'lsangiz, ekinni yig'ishni payti kelganligini bildiradi. Nafaqat ekinni yig'ish, balki ekinni yig'ishni vaqti kelganligi, ya'ni bir narsani vaqti yetganligini ifodalaydi. Ko'rdingizmi? Demak, 7-si fe'ldan tushunilgan holat yoki sifatning yo'q qilinganligini, fe'ldan bir holat yoki bir sifat tushuniladi dedik-ku bu yuqorida. O'sha sifatning yo'q qilinganligini bildiradi. Ketkazilgan. Yo'q qilingan nima degani? Ketkazilganligini. Masalan, ashkaytu solihan. Ashkaytu. Shakva degan narsa bor. Shakva bu kasallik. Shakva. Shakva qanday kasallik? Shubham. Shakva kasallik. Qaysidir kasallik ismi kelmayapti hozir. Endi shu ashkaytu qilib turib, o'zidan keyin bitta maf'ul beradigan bo'lsangiz, solihdagi ashkaytu solihan, ha? O'sha solihdagi o'sha kasallikni yo'qotdim, bir holat yoki sifatni yo'qotdim degan ma'no bo'ladi. Ko'rdingizmi? Demak, birinchi bob af'ala yuf'ilu af'il if'alun o'z fe'lini o'zi mana shu yerdagi ana shuncha ma'noni ifodalayapti. Nechta ma'no bo'ldi? 7 ta. Birinchini aytdik. Bitta fe'lga bitta o'timli qiladi, keyin ikkita o'timli, uchta o'timli qiladi, fe'ldan tushunilgan paytga kirganligini bildiradi, bir joyni ko'zlaganligini bildiradi, sifatga ega bo'lganligini bildiradi, bir sifat va bir holatda topilganligini bildiradi, bir narsani vaqti yetganligini bildiradi, fe'ldan tushunilgan holat va sifatni yo'q qilinganligini bildiradi dedik. Tushundingizmi? Bitta bobning o'zida shuncha ma'no bor. Demak, sulosiy mujarraddan sulosiy mazidga olayotganimizda bir fe'lni ana shu ma'nolardan bittasini ko'zlab olamiz. Ana shu ma'nolardan birlarini iroda qilib olamiz. Tushunarlimi? Kimda savol bor? Alloh rozi bo'lsin. Ustoz. Hop. Bormi biror kimni tushunmay qolgan joyi? Ha? Bormi birorta? Hammasi tushunarli bo'ldi ustoz. Alloh rozi bo'lsin. Alloh ziyoda qilsin. Hop. Buguncha shu bilan cheklanamiz. Yoping zapisi. Va axiru davon alhamdulillah aqulu qawli hada astaghfirullah li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, Labbay. savolim bor edi. Anaqadan faqat bundan oldingi mavzudan 17-mashqda